Hech qanaqa operatsiyalarsiz mana shulardan qutulishga boramiz. Bu tortib turgan holatim, bu chiqargan holatim. Afsuski, sport bilan shug'ullanib, dieta qilib, hech qanaqachasiga oshiqcha vaznlardan qutulolmadim. Undan keyin koreys ayollar oladigan protsedurani men ham olishga qaror qildim. Odzivlari juda ham yaxshi, ishonchli, prestijniy klinika topib bordim. Nimalarga allergiyan bor yo'qligini so'ragandan keyin mana shu apparat yordamida to'liq sog'lig'im haqida ma'lumot chiqarib berishdi. Qo'limizdagi ma'lumotlar bilan suhbatga kirganimizda nafaqat tashqi ko'rinishimiz, balki sog'lig'imiz haqida ham hamma kamchiliklarni bilib oldik. Ishchilari shunaqa xushmuomalaki, hamma joyga o'zlari boshlab yurishdi. Tushunmagan gaplarimizni perevodchi yordamida tushuntirishdi. Endi qanday muolaja qilishimiz haqida ma'lumot berib o'taman. Qornimdagi oshiqcha yog'lardan qutulish uchun qornimga ukol olgan bordim. Ukolni 2 xil turi bor ekan, juda ham qimmati va undan ozgincha arzonrog'i. Albatta, effekti ham 2 xil bo'ladi, lekin ikkitasi ham juda ham yaxshi. Undan tashqari 3 haftalik ozdiruvchi tabletka ham oldim. Bu ukollar faqatgina qoringa emas, son, bilak, har xil zonalarga qilsa bo'ladi. To'liq ma'lumotni albatta klinikani profildan ko'rsangiz bo'ladi. Narxlar bo'yicha ham profildan ma'lumot olsangiz bo'ladi. Muolaja qilayotganda og'rimaydimi deb o'ylansangiz, og'riydi, lekin ko'rib turganingizdek chidamli. Ayniqsa qo'lingizga yumshoqqina o'yinchoq berib qo'yishadi. Xotirjam sabr qilib 2 minut kutsangiz, qolgani umuman bilinmaydi. Ishimiz juda ham tez bitdi. U yog'iga xotirjam uyimizga ketdik. Ukoldan keyin shunaqa ish bo'ladi. Menga 3 kun davomida yo'qoladi deyishgandi. Menda уже 2 kunga qolmasdan yo'qolib ketdi. Klinikani profilida boshqa qizlarning kiyimsiz holatini ham ko'rsangiz bo'ladi, qay darajada ishishini. Hozircha vaznim 62 kilogramm. Vaznim va qornim bo'yicha ma'lumotlarni Instagramda bo'lishib boraman.